Demak, navbatdagi masalada mana 3-masala ekan. Bizga epyurda nuqtalar berilgan. A, B, C, D, E, F, K nuqtalar. Mana shu epyurda chizmasidan biz bularni koordinatalari, masofasini demak aniqlab bu jadvalga yozib chiqishimiz kerak. Buni demak o'lchash uchun bizga lineyka kerak bo'ladi. Lineyka yordamida o'lchab koordinatalarni aniqlab yozib chiqamiz, to'ldirib jadvalimizni. Xo'p. A nuqtani koordinatasini aniqlash uchun koordinata boshidan mana bu x o'qi bo'ylab A nuqtamizni mana bog'lovchi chizig'igacha bo'lgan masofani, mana shu yergacha bo'lgan masofani o'lchaymiz. Demak, o'lchaganimizda demak lineyka yordamida 10 masofa bo'ldi. 10 mm ga teng bo'ldi. Xo'p, bu masofani demak mana bu yerga x koordinatasiga 10 yozamiz. Endi mana shu x o'qidan A 1 shtrixgacha bo'lgan masofani o'lchaymiz. Bu bizda y koordinatasi bo'ladi. Y koordinatasi, ya'ni frontaldan uzoqligini bildiradi. Mana shu masofani o'lchaymiz lineyka yordamida, demak y ga yozamiz. Bu masofa bizda o'lchadik, mana 30 chiqdi. 30 yozdik. Endi x o'qidan mana shu yerdan A 2 shtrixgacha bo'lgan masofa bu z masofa bo'ladi. Z koordinata, demak mana shuni o'lchaganimizda bizda 15 chiqdi. Xo'p, demak 15 ni z ga yozamiz. 15 mana. Xuddi shu ketma-ketlikda B nuqtanikini aniqlaymiz mana. Koordinata boshidan B mana bu bog'lovchi chizig'igacha bo'lgan masofa bu x masofa o'lchadik. Demak 20 bo'ldi bu masofa. B nuqtani x 20 ga teng ekan. Y ga esa x o'qidan 1 shtrixgacha bo'lgan masofa bu y masofa bo'ladi. Mana bu bizda o'lchadik. Y masofamiz demak 20 ga teng bo'ldi. Bu ham yozamiz jadvalimizga, y 20 ga teng. E'tibor bering, endi bu yerda z masofa x o'qidan 2 shtrixgacha bo'lgan masofa edi. Mana bu masofa edi A nuqtada. Bu yerda esa B nuqtaniki x o'qidan o'zida yotganligi uchun bu yerda hech qanday masofa yo'q. Demak 0 ga teng bo'ladi bu. Z koordinatasi demak 0 ekan B nuqtamizniki. Xo'p. C nuqtaga kelsak, C nuqtamizni koordinata boshidan mana demak bog'lovchi chizig'igacha C ni ro'parasiga mana chiziqgacha bo'lgan masofa bu mana shu masofa x masofa bo'ladi. O'lchaymiz. Demak 30 chiqdi bizda. Mana lineykada o'lchasak, lineyka yordamida 30 yozamiz x ga. Xo'p. Y ga bo'lgan masofa demak x o'qidan 1 shtrixgacha bo'lgan masofa mana 1 shtrix, e'tibor bering, yuqorida x o'qidan. Ya'ni 1 shtrix yuqorida bo'lsa bu ishorasi minus bo'ladi. Mana A nuqtani ishorasi o'lchaganimizda y ga plus 30 yozdik. B nuqtani o'lchadik. Plusdan 20 yozdik 1 shtrixgacha bo'lgan masofani. Endi bu yerda 1 shtrixgacha bo'lgan masofa mana C 1 shtrix yuqorida yotgani uchun demak buni lineyka yordamida o'lchaymiz. Demak o'lchaganimizda 30 chiqdi. Demak ishorasini minusdan 30 yozamiz mana. Y ga minus 30 ekan. Xo'p. Z masofasini o'lchaydigan bo'lsak, x o'qidan 2 shtrixgacha bo'lgan masofa mana. Bu yerda ko'rishimiz mumkin 1 hamda 2 shtrixlar ustma-ust uzunlik bo'yicha bir xil. Faqat 2 shtrix endi yuqorida bo'lsa ishorasi musbat. Demak z ga yozamiz plusdan 30. Xo'p. D nuqtaga kelsak, D nuqtamiz koordinata boshidan mana o'lchadik. Mana shu yergacha bo'lgan masofani D ni ro'parasigacha bu 40 chiqdi bizda. 40 yozamiz. X ga 40 ekan. Y ga x o'qidan mana D1 shtrixgacha bo'lgan masofani o'lchaydigan bo'lsak, hech qanday demak uzunlikka ega emas. X o'qda o'zida yotibdi D1 shtrix. Demak bu 0 ga teng bo'lar ekan. Y ga 0 yozamiz. Endi
d1 shtrixdan mana bu x o'qidan aniqrog'i x o'qidan d2 shtrixgacha bo'lgan masofa, demak 2 shtrix yuqorida bo'lsa ishorasi musbat, demak mana shu uzunlik bizda o'lchadik, mana 20 chiqdi. Buni ishorasi plyusdan bo'ladi, 20 yozamiz z ga. Mana y nuqtaga keldik. E nuqtamiz koordinata boshidan e gacha bo'lgan masofa, bu x masofaga yozamiz. Mana shuni uzunlikni o'lchab, demak bizda 50 chiqdi. Bu x 50 ekan, 50. Hop, y ga demak y 1 shtrix x o'qda yotibdi. Demak y 0 ga teng. Y 2 shtrix ham x o'qda yotibdi. Bu ham demak 0 ga teng bo'ladi. Demak y ham 0, z ham 0. Mana y nuqtani koordinatalari 50, 0, 0 ekan. Xo'p, f nuqtaga keldik. F nuqtani x o'qidan koordinata boshidan mana olib o'tish chizig'igacha bo'lgan masofa, bu bizda o'lchimiz 60 chiqdi. X 60 ga teng ekan. 60 yozdik. F nuqtani x y ga. Demak y har doim x o'qidan 1 shtrixgacha bo'lgan masofa bo'ladi. Mana demak bizda 1 shtrix pastda emas, yuqorida ekan, adashtirmaysizlar. Mana x o'qidan boshlab 1 shtrixgacha bo'lgan masofani o'lchaymiz. Bu y masofa bo'ladi. Agarda 1 shtrix yuqorida bo'lsa, demak y ga minusdan ekan. Buni o'lchadik, mana 30 chiqdi. Bu yerga demak y ga 30 yozamiz, faqat ishorasi minus bo'ladi. Xo'p, z o'lchaydigan bo'lsak, z koordinata har doim x o'qidan 2 shtrixgacha bo'lgan masofa, bu z bo'ladi. Mana 2 shtrixgacha bo'lgan masofani o'lchaymiz. 2 shtriximiz x o'qidan pastda yotganligi uchun mana bu demak z koordinatamiz ham manfiy ekan ishorasi. Demak bu masofani o'lchadik, 30 chiqdi bizda. 30 ni minusdan yozamiz. Minus 30. Xo'p, k nuqtaga keldi. Navbat k nuqtani x koordinatasi 0 dan, koordinata boshidan mana k ni olib chizig'igacha bo'lgan mana shu masofani o'lchayman. Bizda 80 bo'ldi bu masofa. Demak 80 x y ga x o'qidan 1 shtrixgacha bo'lgan masofa, mana 1 shtrix bizda mana k 1 shtrix bo'ldi. Mana shu masofa y bo'ladi. O'lchaymiz, 30 chiqdi. 1 shtrix pastda yotgani uchun bu ishorasi plyusdan bo'ladi. 30. Xo'p, endi x o'qidan k 2 shtrix demak pastda yotibdi. Mana shu masofa bizda z bo'ladi. K 2 shtriximiz x o'qidan pastda joylashgani uchun buni ishorasi minusdan ekan. Demak buni o'lchadik, 15 chiqdi. Mana 15 ni minusdan yozamiz. Demak mana shu tartibda epyurdan, chizmadan koordinatani aniqlashimiz mumkin. Koordinata berilgan bo'lsa, demak biz o'tgan masalada ko'rdik, koordinatalar berilganda epyurni quruvdik. Endi bu yerda esa mana epyurdan koordinatani aniqladik. Ya'ni chizmadan koordinatani aniqlasak bo'lar ekan, yoki koordinata berilib uni epyurni chizsa bo'ladi. Hamda bu nuqtalarni nechinchi chorakda yotganligini ham aniqlasa bo'ladi chizmamizdan yoki koordinatasidan. Mana uchala ishorasi ham plyus bo'lsa, bu A nuqta birinchi chorakda ekan. B nuqtamiz 20 0. Bu degani demak x 20 ga teng, y 20 ga teng, z 0. Ya'ni bu nuqtamiz h tekislikka tegishli ekan. Z masofa bu h tekislikdan balandlikni bildiradi. Demak nuqta h tekislikni o'zida yotibdi 0 bo'lgani uchun. S nuqtamiz 30 minus 30 30. Bu demak ikkinchi chorakka tegishli nuqta. Ya'ni ikkita proyeksiyasi ham x o'qdan yuqorida. Bu ikkinchi chorakka tegishli. D nuqtamiz bu yerda mana y koordinatasi 0 ga teng. Y ga 0 bo'lsa, bu y degani frontal tekislikdan uzoqlikni beradi bizga. Demak
y 0 bo'lsa nuqta frontal tekislikda yotgan bo'lar ekan. D nuqta frontal tekislikka tegishli. Y nuqtamiz x 50, y hamda z koordinatalari 0. Bu o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Nuqta x o'qiga tegishli nuqta ekan. X o'qida yotibdi. F nuqtamiz mana 1 shtrix yuqorida, 2 shtrix demak x o'qdan pastda joylashgan. Bu ishoralari 60 minus minus. Demak nuqta 3-chorakda bu yerda. K nuqtamiz ikkala proyeksiyasi ham x o'qdan pastda bo'lsa, bu demak 4-chorakka tegishli nuqta bo'lar ekan. Navbatdagi masalamizni ko'radigan bo'lsak, bu masalamizda mana nuqtalarni yetishmaydigan proyeksiyalarni aniqlang deyapti. Ya'ni A1 shtrix, A2 shtrix berilgan, aniqlashimiz kerak A3 shtrixni. Profil proyeksiyasini. B1 shtrix, B2 shtrix berilgan, aniqlashimiz kerak B3 shtrixni. S2 shtrix bilan S3 shtrix berilgan, aniqlashimiz kerak S1 shtrixni. D1 hamda D3 shtrixlar berilgan, aniqlashimiz kerak D2 shtrixni. Frontal proyeksiyasini ya'ni. Y2 shtrix bilan Y1 shtrix berilgan, aniqlash kerak Y3 shtrixni. Buni demak qanday bitta qonuniyatni yaxshilab bu yerda demak esdan chiqarmaysiz. Har doim 2 shtrix bilan 1 shtrix bitta chizuvda yotadi. Har doim mana A2 A1, B2 B1, Y2 Y1 mana. Bundan ko'rinadiki S2 ham S1 ham mana shu bitta bog'lovchi chiziqda yotadi. Mana shu S1 mana shu bog'lovchi chiziqda yotadi. Mana shu chizuvda yotadi. To'g'ri chizib tushganingiz. D2 shtrix ham mana shu chizuvda yotadi mana. Qayerdadir yotadi mana shu chizuvda. Xo'p, yana bitta bu yerdan ko'rinib turibdi. Mana 2 shtrix bilan 3 shtrix esa har doim bitta balandlikda yotishi shart. Mana S2 bilan S3 bitta yotibdi, to'g'rimi? Xo'p. Bu yerda yana demak bundan biz bilamizki 3 shtrix bilan 2 shtrix bitta balandlikda yotadigan bo'lsa, Y3 shtrix ham mana shu balandlikda yotar ekan, mana shu balandlikda Y3 shtrix. D3 balandligida mana D2 yotadi mana shu balandlikda. Bundan ko'rinadiki mana shu balandlikda yotadigan bo'lsa, qonuniyatimiz bo'yicha D1 bilan D2 bitta bog'lovchi chiziqda yotadigan bo'lsa, demak bu chiziqlar mana ikkalovi kesishgan joyda mana shu yerda bizda D2 shtrix bo'lar ekan. Mana shu qonuniyatni. Demak, bundan yana bilishimiz mumkin. Mana A2 ni balandligi bilan bog'lovchi chiziq chizadigan bo'lsak, mana shu balandlikda A3 yotadi. Buni boshqa joydan izlash kerak emas. B2 mana bu yerda joylashganmi? Demak, B3 shtrix ham shu balandlikda yotadi. Mana shu chizuvda yotish kerak. Demak, shu qonuniyatga amal qilgan holda mana masalamizni ishlaymiz. Birinchi A nuqtani qanday aniqlaymiz? A3 ni aniqlashimiz kerak. Ya'ni A1 bor, A2 bor. Buning uchun A2 dan X o'qiga parallel qilib bundoq bog'lovchi chiziq chizaman. Biz hozir aytib o'tdik, 2 shtrix bilan 3 shtrix bitta chizuvda, bitta balandlikda yotadi deb. Endi A1 shtrixdan mana X o'qiga parallel qilib mana olib kelaman, mana shu Y bilan uchrashguncha. Biz bilamizki X o'qidan A1 shtrixgacha bo'lgan masofa mana shu masofa, Y masofa edi. Mana shu Y masofani endi ko'chirdik mana bu yoqqa, mana bu yerga ko'chirdik. Mana bu masofa Y masofa bo'ldi. Mana bu yerga demak Y masofani ko'chirdik mana. Xo'p, sirkulni mana koordinata boshiga qo'yib turib, sirkul yordamida aniqlaydigan bo'lsak, mana sirkul yordamida mana shu yerga sirkulni ninasini qo'yib turib, mana bu nuqtani qalamini bu uchiga qo'yib, aylantiradigan bo'lsak, yoy chizsak, aylanib mana bu yerga keladi. Ya'ni mana shu masofa bizda Y o'qimiz, bu Y o'qiga ko'chiramiz. Mana shu yerga. Xo'p. Endi mana shu hosil bo'lgan nuqtadan
do y ga perpendikulyar yoki z ga parallel chizadigan bo'lsak, mana shunday to'g'ri chizsak, bu A2 dan kelgan chizig'imiz bilan mana uchrashadi. Mana bu nuqta bizda demak A3' bo'ladi. Mana shu ketma-ketlikda demak har bitta nuqtani yetishmagan proyeksiyasini aniqlashimiz mumkin. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Mana A2 dan bog'lovchi chiziq olib keldim. Sirkul yordamida aylantirdim mana. Yuqoriga chiqardim. Buni uzunligi qayergacha bo'ladi? Demak, A2 ni ro'parasigacha bo'lishi kerak. Mana shuni demak A2 dan mana x o'qiga parallel chizsam, bu ikkalovi uchrashadi. Uchrashgan nuqtasi bizda A3' bo'ladi bu nuqta. Mana A3' ni aniqladik. B nuqtaga keladigan bo'lsak, B1 dan x o'qiga parallel chizamiz, mana chizdik. Sirkulni koordinata boshiga qo'yib aylantiramiz, mana aylantirib olib keldik. Demak 2 shtrix bilan 3 shtrix bitta balandlikda yotish kerak degandik. Demak 2 shtriximiz mana x o'qda yotganligi uchun mana shu balandlikda, demak xuddi shu yerda o'zida 3 shtrix hosil bo'ladi. Mana B3' ni aniqladik. Xo'p, C nuqtaga kelsak, mana bu yerda C2 hamda C3 berilgan. Biz mana shu qonuniyatga amal qilib aniqlashimiz mumkin. Mana tasavvur qiling, bu yerda bizga A3 bilan A2 berilganda A1 da qanday topgan bo'lardik? A3 dan mana perpendikulyar tushirardik. Teskari orqaga qaytamiz mana. Demak, bu yerda sirkul yordamida orqaga qaytamiz. X ga parallel chizadigan bo'lsak, A2 dan mana bog'lovchi chiziq to'g'ri tushsa, demak ikkalovi uchrashgan joyi mana bu yerda A1 hosil bo'lardi. Xuddi shunday, demak bu yerda ham C3 dan yoki mana C3 dan tushirdik. Perpendikulyar bog'lovchi chizig'ini orqaga qaytyapmiz. Endi mana lineyka sirkul yordamida aylantirib mana bu tomonga olib keldik. Endi mana shu nuqtadan x o'qiga parallel chizaman. Mana x o'qiga parallel chizdim. Buni uzunligi mana shu C2 ni ro'parasigacha chizsangiz bo'ladi. Demak C2 bilan C1 bitta bog'lovchi chiziqda yotadi dedik. Mana shu C2 dan to'g'ri tushiradigan bo'lsak, x o'qiga perpendikulyar qilib bog'lovchi chizig'ini bu yerdan kelgan chizig'imiz bilan uchrashib, mana bu nuqta bizda C1' bo'ldi. E'tibor bering, mana A nuqtamiz mana shu chiziq ketma-ketlikda. C nuqtamiz ham xuddi shu qonuniyat bo'yicha. B nuqtamiz ham mana shu qonuniyat bo'yicha ketyapti. Endi bu yerda D nuqtaga keldi. D nuqta demak 1 shtrix hamda 3 shtrix berilgan. Demak 2 shtrix bilan 3 shtrix bitta balandlikda yotadi dedik. Mana bunday chiqaramiz bog'lovchi chiziqni. 1 shtrix bilan 2 shtrix bitta bog'lovchi chiziqda yotadi dedik. Demak bunday olib chiqsak, mana uchrashgan nuqtasi bizda D2' bo'ladi. Xo'p, mana shu amalni demak lineyka yordamida bajaramiz. Mana D1 dan bog'lovchi chiziq olib chiqdim, D3 dan ham bog'lovchi chiziqni olib chiqdim. Ikkalovi kesishgan nuqtasi bizda D2' bo'ldi. Y nuqtaga keldik. Y nuqtamiz ham demak mana 2 bilan 1 bitta bog'lovchi chiziqda yotdi. Bizda demak 3 shtriximiz 2 ni ro'parasida bo'ladi mana shu yerda. Demak, qayerda bu bunda davom ettiradigan bo'lsak, buni aniqlashimiz kerak. Xo'p, Y dan mana Y1 dan bog'lovchi chizig'ini agarda olib keladigan bo'lsak, mana bunday chizib, bu yerda hech qanday radiusga ega emas. Agar pastroqda bo'lganda nuqtamiz kelib bunday aylantirsa bo'lardi. Demak, bu yerda radius yo'q. Demak, mana shu nuqtani o'zidan chiqadi mana yuqoriga. O Y2' ro'parasigacha olib keladigan bo'lsak, demak Z o'qda yotar ekan, Y3'. Mana shu ketma-ketlikni bajarib qo'yamiz. Demak, buning uchun Y2 dan to'g'ridan to'g'ri bog'lovchi chizig'ini mana Z o'qiga olib kelib qo'ysak, mana shu nuqta bizda Y3' bo'lar ekan. Demak, navbatdagi 4-masalamizda
nuqtani yetishmaydigan proyeksiyalarni mana shu tarzda aniqlar ekanmiz. Darslarimizni kuzatishda davom eting.